Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada size ağacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çiğislağı 2020 yıl 8. ayının 15. günü haftiga şembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiğim mavzudun avval vaziyet doğrusu gep kılsak. Bugün 15. gün Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhur Halk Cumhuriyeti o'tirisida o'tkaziladigan savdo suhbati. Ekran orqali yoki qanday shaklda bunisi noma'lum. Savdo suhbati bekor qilindi. Vaziyatning ikkinchisi, hurmatli vatandosh. Cumhur Halk Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Tibetni ko'zdan ko'chirdi yoki xizmat tekshirishga Tibetga yetib keldi. Bu bir qiziq ish. Hozir Hindiston Jungo chegarada harbiy to'qinish yuz bergandan keyin yana harbiy surkilish va harbiy jiddiylashish vaziyati turganda Tibet tarafga Jungo Kompartiyasi generallarini, marshallarini avatmay bu diplomatiya ministrini avatganligi qanday ish bo'ldi bu vatandosh? Mavzuga kelaylik. Mavzu mundaq. Davlat Majlisi a'zolari Dünya Bankasining Şinjan yana mustamlik Uyg'uristonda kasbiy tarbiyalashga pul qarz berganligidan gumon qilib bir parcha xat yozdi. Mavzuli xabar 8. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat Majlisidagi partiya a'zolari Dünya Bankasining Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni kasbiy tarbiyalashga qarz berganligidan gumon qilib, Dünya Bankasining bu to'g'ri bilan ta'minlashini talab qildi. Davlat Majlisida Jungo Komiteti Demokratlar Partiyasining bu komitetning raisi James McGovern va o'rtaq rais senator Marco Rubio 14. kuni Dünya Bankasining boshlig'i Malpazga xat avatib, Dünya Bankasining Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni ma'rif nazoratining Şinjan fan texnik kasbiy tarbiyalash turiga 50 million dollar qarz berganligidan gumon qilib, ushbu xabar bilan ta'minlashni talab qildi. Xatda mundaq ko'rsatildi. Gerçi Dünya Bankası 2019 yılı 11. aydan başlap Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni hamkorlashuvchi maktabga qarz berishni to'xtatgan bo'lsa-mu, lekin qarz berishni davomlashtirib, ko'plagan turdagi qarz olg'uchi bashirish kasbiy maktabni qarz bilan ta'minlagan. Demak, to'xtab Davlat Majlisini oldigan gapda shundaqmi ya? Shundaq bo'ladi-da. Bu bashirish maktab xabarlarga asoslanganda bir necha 10 ming dollar talab qilib, chiroy farqlantirish va kechish suratga tortish, nazorat qilish, fan-texnikalik asboblar setib olmoqchi bo'lgan. Bu uskunalar qora tizimlikdagi odamlarning sin chiroyini soqchi tarafga yetkazib beradi ekan. Balki bundan burun Dünya Bankasi hamkorlashgan maktab o'q o'tmaydigan kiyim setib olishni planlagan edi. Ko'z yosh oqqizadigan bomba va sim to'ri setib olmoqchi bo'lgan edi. Xatda mundaq ko'rsatildi. Biz ko'plagan san'atkor ishdoshlarimiz, xizmatdoshlarimiz bilan birlikda Dünya Bankasining shu yerda zo'r ko'lamda Uyg'urlar nazarband qilganligidan keyinmi? Nazarband qilganini anglagandan keyinmi? Yana qarz berganligiga diqqat qildik. Hatto Dünya Bankasining bu qarz bergan pullarni ishiltish organlarini tekshirishni, zo'r tadbir elishni va shundaqla Dünya Bankasining qarz olib, u yerda kishilarning huquqiga, kishilik huquqiga daxli taruz yetkazmasligini talab qildik.